ko'rgazma uchrashuvi qatnashchilari Agrobank Agrobank filial xodimlari hisoblanadi mahallaviy. Sizlar bilan uchrashuvda maqsadimiz bugungi kunda Agrobank tomonidan berilgan kreditlar, qo'shimcha yana chora-tadbirlar, imtiyozli loyihalar yaratish shular bo'yicha bo'ladi. Bugungi kunda Agrobank tomonidan tadbirkorlik qilaman yoki tadbirkorlik qilib kelayotgan, bir yildan oshiq ziyod mobaynida tadbirkorlik qilib kelayotgan, ya'ni faoliyatini kengaytirmoqchi bo'lgan yuridik shaxslar bo'lsa yoki jismoniy shaxslar bo'lsa ham o'sha bo'yicha gaplashamiz. Birinchi o'rinda yuridik shaxslarga kreditimiz 312 sonli qaror bo'yicha 100 million zalogsiz, 300 million, 200 milliongacha zalogsiz, o'sha 300 million kredit ajratib kelmoqdamiz. Bir yildan ziyod faoliyat yuritib kelayotgan, ustavida o'sha faoliyati bo'yicha nimasi yo'nalishi bo'lish kerak. Masalan, chorva bo'lsa chorva, bir ish bo'lsa bir ish, ishlab chiqarish, savdo bo'lsa savdo. Shunaqa. 7 yilga 3 yil imtiyozli davri bilan 20% dan Qonun tomon 4-toifa hisoblanganligi uchun 20% dan belgilangan. Agar rahbar ayol kishi bo'lsa 18% dan bo'ladi. Imtiyozli ravishda ayol kishiga 2% pasaytirilgan bo'lib, 2% pasaytirilgan 18%. Undan boshqa 312 dan boshqa aylanma ekspres aylanma kreditlarimiz bor. Bunda faqat tashkilotda abrodi bo'lishi kerak. To'laylanmasi, to'laylanmaga qarab, zalogga qarab aylanma kredit beradi 18 oyga. Buni muddat sal kamroq, lekin aylanmaga bo'ladi. Misol uchun siz ish qilmoqchisiz, xomoshangiz yo'q, xomosha bo'lishingiz kerak. Xomoshangizni olib 1 oy ichida uni ishlab chiqarib, abrod qilib pul kelarga bo'lsa, o'sha sizni qo'lga turadi. 18 oyga. Yana jismoniy shaxslarga, misol uchun yuridik deyapsiz, hozir o'zimiz bank jismoniylarga beramiz, mahalla loyihasi biznesga ko'mak. Hozir faqat yilning oxiri